Netanyaxuning o'limini rad etuvchi video soxta ekani isbotlandi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosing. Bugun 16-mart kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning yaqinda e'lon qilingan videosi sun'iy intellekt yordamida yaratilgani aniqlandi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Netanyaxu idorasi bir necha soat oldin bosh vazirning taqdiri haqidagi gap-so'zlarga javoban videoni e'lon qilgan. Biroq internet foydalanuvchilari videoda sun'iy intellektdan foydalanilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ularning fikricha, videoda bir nechta shubhali belgilar mavjud. Masalan, kadrda ko'rinadigan qahva finjoni to'la bo'lsa-da, u ag'darilganda yoki harakatlanganda ichidagi suyuqlik to'kilmaydi. Shuningdek, Netanyaxu qahva ichayotgandek ko'rinsa ham, finjondagi qahva miqdori kamaymaydi. Bundan tashqari, ayrim foydalanuvchilar videoda bosh vazirning yuz ko'rinishi haqiqiy suratlardan farq qilinishini ham qayd etgan. So'nggi kunlarda Eronning raketa hujumlari fonida Netanyaxuning halok bo'lgani yoki jarohat olgani haqidagi taxminlar ijtimoiy tarmoqlar va ayrim xorijiy manbalarda keng muhokama qilinmoqda. Videoning sun'iy intellekt yordamida yaratilganini ko'rsatish uchun ayrim foydalanuvchilar shu sahnaga o'xshash tarzda boshqa siyosatchilar, jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ishtirokidagi sun'iy videolarni ham yaratib ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu o'zining o'limi haqidagi mish-mishlar fonida yangi video e'lon qilgandi. U videodagi mamlakatdagi kafelardan birida qahva buyurtma qilayotgani va dolzarb savollarga javob berayotgani ko'rinadi.